Hürmetli vatandaş, bugünkü liksiyelerimizi başlayımız, liksiyede size gacıyoruz. Washington'da sözdeyimiz, bugün çislağış 2026 yıl 6. ayının 7. günü heptiye, yakşembe vatandaş. Bugünkü liksiyelerimizden gep açacağım bolsak, onun birinci mavzusunu sizge evvel kısa haber sözdeyli. Mesela nime değil, o deseniz Tayvan'daki helik obzorcu, Xitayperest, komünistperest obzorcu deydi ki, Jinlibin Amerika'ya ziyaret gelgenliğin keyin, mühim bir signal koyup berdi. Tayvan vaziyeti birliği şasıl kıldı. Yarışar vaziyeti 6. ayının 7. günü yutar. Hazır Tayvan oturgu çıktı. Asya'da, Tayvan boğazıda. Tayvan oturgu çıktı. Amerika, Cungo oturusunda. Şundaklı Hindi, Tinç Okyan rayının siyaseti hazır Tayvan'da devir kılıp ayrılmadıdı. Tayvan'da bir mürekkep alet vatandaş. Cungo ile koşulup geçiş gerek mi? Yok. Yaki koşulup geçiş gerek mi? 4. ayının 10. günü Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi siyasete tapşırdı. Sen şu siyaset boyutu işleysen, mesela diyalog, söhbetleşiş, siyasi partilerle özüra fikir almıştırış, digendek. Bugün Kuomintang Partisi'nin reisi Jinlibin'den Amerika'nı ziyaret kılışı, del şu Amerika'nın Devlet Mahkemesi'nin şu siyasetine avaz koşkallığı vatandaşı. Tabi Uygurların içinde aldırıp geçipti o hazır ben nem dedim. Nanjing'e kayıtıp vardı Kuomintang Partiyesi. İhtimallık ve perestçi dedim. Şu gipimden ahırı düşmeyle hazır Uygur tildi sözleydiğin Kuomintangçılar radyoya çıkıp bizi köstüp oldu değil mi? Ah Xudayım. Radyoya yeni açılgan radyoya çıkıp bizi köstüp oldu değil mi Kuomintangçılar? Bu doğruda keyin ayrım toxtalımız. Bugünkü vaziyetimiz Tayvan. Endi bir yerde bir gap, koşulup getiş noktasından etsiniz. Meyli Tayvan'daki milletçi Xitay olsun, meyli demokrat Xitay olsun, meyli hazırkı zaman, hazırkı dünyanın vaziyetini körüp yeteleydiğin Xitay, ya körüp Xitay yetemeydiğin Xitay olsun, lekin onun birinci çok gerek kıldığı turmuş. Onun gerek kıldığını hayatlık ve yaşaş. O işinizdeki belediye Kompartiya rehberliğindeki dünyada onun bu turmuş yolu yok, bu turmuşta çıkış yolu yok. Şuna Tayvan'ın Kuomintang'ı olsun, kimi olsun, Cungo koşulup yetişmiş turmuş noktaya nazırdır. Yani erkillik, gayri erkillik noktaya nazırdır. Herkes almaydı vatandaşa. Çatakmaya da hazır Jinlibin Kuomintang Partisi'nin reisi Amerika'da ziyarette buluvatkanda bunun haişi Xi Jinping ile okşaş. Bu belki Xi Jinping'in adımı dediği vatandaş. Onda Tayvanlık onda değiştim bu Amerika matbuatları mı? Xi Jinping'in adımı Jinvilli deyip oldu vatandaş. Muşundak ahvallası da Tayvan'da Kuomintangçılar hem Kuomintang'ı yakalaydıgan kişiler mi? Hemmisi Jinlibin diyen bu hanım öktü koptu. Hazır bunun gep sözünü tanqitleşke başladı. Tayvan'ın içki kısmındaki özgürlüğü ötemler. Endi onda tanqitleş noktaya nazarda etkanda o halk, Tayvan halkı, yani Demokratiya Taraqqat Partisi'nin siyasetini, Lai Ching-teni, Prezident Lai Ching-teni qallaydigan tarafga ağamdı, ağmamdı. Bu nese namalum, hazır namalum. Lekin Kuomintang Partisi içinde yani muşlak keyfiyat oturuştuğu sebebi nime? Başını etkanda agar koşulup geçsen, Cungo'ya turmuşla kanda kılırsan. Hayat ne? Hayatın bir kademini, mesela o erkilliğe bağlılık olsa, hayatın bir kademini kandak oylaşın mümkün. Bu tezgah de. O komünist devleti vatandaş. Onun erişlik ve şunun münasebet mi? Emas mi? Bunu bilgin olmaydı. Cungo Kompartiyası'nın sekreteri Xi Jinping. Cungo devletinin reisi Xi Jinping. Bugünlerin Marksizmni amelden kaldırış, Marksizmni bekar kılış, Marksizmni işletmeslik doğrusideki
ma'muriy buyrug'iga imzo qo'ydi degan xabar keldi vatandosh. Rasma? Balki shundaqda. Faqat aqmag'anda nima chora bor? Buni bundan burun sekretarning 7 doimiy hay'atning birisi Banxuning o'tirib qo'ygan gap. Biz Marksizmda voz kechaylik deb bugun Xi Jinping buniga imzo qo'ydi deb. Buni biz hozir oldirib bir boshlanish deb aytolmaymiz. Biroq bir mustabid kommunistning hozir Marksizmni amaldan qoldirishdan iborat shundaq bir hujjatga imzo qo'yishi agar rost yuz bergan bo'lsa bu ish balki bir itar bilan qaraydigan ish bo'lib qoldi o'tgandishi. Hozir shu mundaq deymiz. Tayvan vaziyati burilish nuqtasiga kirib keladi. Anandaki yana bir xabar, tuyuqsiz yetib kelgan xabar. Prezident Vladimir Putin bilan Xi Jinping o'zaro tillashishga boshladi. Bir-birini tillashga boshladi. Rossiya Jungo munosabati yemirildi. Shaolin maliyasi 6-oyning 7-kuni yut. Men bu shundaq bo'lishni xohlaydigan shah. Vatandosh, men bu shundaq bo'lishini xohlayman. Rossiya Sırdılar otanıydı o Xitayning kim ekanligini Rossiya beşqoldek bildi. Vladimir Putin, Xi Jinping deganni va uning navbatgi siyosatini bilishi kerak. Asli bir Yevropalik o'rnida turib Xitoyning Uyg'urlar qaratayotgan siyosatini tanqidlash kerak. Lekin hozirgacha Vladimir Putin eg'iz ochmadi. Vladimir Putin eg'iz ochmadi. Buningga munosabatsizdir. Balki bu yerda sirliq bir harakat bor. Masalan, prezident Vladimir Putinning qaysi bir qilgan ishini Jungo'ning raisi Xi Jinping qabul qilolmadi. Qabul qilishi mumkin emas degan gap. Mush oraliqda ziddiyatning paydo bo'lishi tabiiy. Bir-birini tillashi bu tabiiy. Bir-biriga ta'sir qarishi, hatto keyin bu taraqqiy qilib davlatlar o'tirishga munosabatga Jungo Rossiya davlatlar o'tirishga munosabatga berib ketilishi mumkin vatandosh. Buni ma Shaolin maliyasi yaptimi? Shaolin maliyasi shundaq dedi. Buningdan burun Jang, Jao, Jong deganmi 3-4 parcha xabar. Rossiya tugashdi, Rossiya krizis ichida, Rossiya mag'lub bo'ldi, Ukraina g'alaba qildi deb xabar qildi harbiy odam. Bugun buni Shaolin maliyasi xabar qildi vatandosh. Ekranda yana bir agar qo'lini yig'ishtirib olmaydigan bo'lsa, davlat munqariz bo'ldi. Prezident Vladimir Putin gumron bo'lgan bir yil mag'lub bo'ldi. Ya'ni 2026-yil bir yil mag'lub bo'ldi. Kiydigan ishtanmi qolmadi. Mana Jauning kundalik xotirasi. Men dedim, bu Jao degan harbiy odam. Ma harbiy odamning so'zi. Yuqorqisi Shaolin maliyasi. Ko'z yetishidan kelgan so'z. Rossiya Jungo munosabati. Mao harbiy odam, sen hukumatga yaqin odam, balki hukumatning odami, shundaq turib hozir Rossiyani kuchsiz kiydigan ishtanmi qolmadi degan darajada. Yoki haqoratlash olsun, mayli Rossiya yoki rasm tasviriya sifat bo'lsin, qanday bo'lishidan qasrin mush qat'iy nazar, mush gap sening og'zingdan chiqqan ekan. Bugun Jungo Rossiya munosabatining qaysi davrga kelganligini hozircha biz ikki abzas qisqa xabardan bilib turaylik vatandosh. Yana bir xabar ekranda. Amerika armiyasi qo'g'dab mandi. Fosfor bo'g'zidan bosib o'tdi. Prezident Vladimir Putin suhbatni rad qildi Ukraina bilan. Asli mavzu. Amerika armiyasi qo'g'dab mandi. 1000 dan ortiq nefet to'shig'uvchi parxod fosfor bo'g'zidan bosib o'tdi. Ukrainaning hujumi kengayishga boshladi. Prezident Vladimir Putin suhbatlashishni rad qildi Ukraina bilan. Umid sadosi 6-oyning 7-kuni yo'tib. Xi Jinping Chaoshanni ziyorat qildi. Tunugun dedi-ku, urushning qadamlari yaqinlab kelmoqda. Hongning so'zlari to'rbiti 6-oyning 7-kuni. Xi Jinping Chaoshanni ziyorat qildi. Urushning qadamlari yaqinlab kelyapti yoki Kim Jong-un efendi o'zingizni tutib oling. Endi sizmi o'zingizni tutib oldigan vaqt keldi. Men ham o'zimni tutib oldigan vaqt keldi. O'zimizni tutib olaylik deb nasihat qilishga yolvurish keldimi? Va yoki kunlarning bir kunda 5 kun tushganda qochadigan yo'q. Rossiya qabul qilishini atayin. Kim Jong-unning yeniga keçib kelishning tayyorligini qildimi?
Bunu siz bizga nama'lum vatandaş. Hozir Reis Shi Jinping Chavshanga kelib, urushga tayyorlik qilyapti deb bunday xabar berish. Buni meniki ekan, Fangno so'zli degan to'rbit ekan, ortiqcha. Hozirgi vaziyatni aytganda ortiqcha gap vatandaş. Bugun Latin Janubiy Koreya bir saylamga kirdi. Bu saylamini qilmay, saylamga Jungo aralashdi, saylamga Jungo ta'sir ko'rsatdi, saylamga buzg'unchilik qildi degan shior bilan saylam qatnashgan kishilar 10 necha ming odam namoyish qilib hozir yo'qolsin Jungo Kompartiyasi degan shiorni toldi. Bu Jungo emas, bu boshqa emas vatandash. Uning qo'shnisi bo'lgan Koreya Jungo Kompartiyasini yo'qolsin deb to'layotdi degan gap. Bu bir g'ayri ish. Shundaqda g'ayrilikdan boshlanadigan Sharqiy Shimoliy Osiyo vaziyatining bir yoshirin kuchi deb qarasangiz bo'ladi. Shu munosabat bilan hozir Tayvan jiddiylashdi. Tayvanning jamiyati shu Koreyada bo'layotgan saylam, Jungo Kompartiyasi qarshi ko'tarilayotgan namoyish, shuningdan Tayvan jiddiylashdi. Buning sababining Tayvan nima jiddiylashdi? Buning sababining nima ekanligini bilolmadim vatandosh. Kechiring. Yani bir xabar. Ekranda ishki qirg'oqning birlishi eng oxirgi natija. Biz uni deymiz natija, buni deymiz g'alaba. Ishki qirg'oq birlashganda buning hammasi eng oxirgi natija deydi bu torbiti. Faqat bir lam prinsip bor deydi bu torbiti. Ishki qirg'oq xalqlarining o'rtaq orzusi bo'lishi kerak, birlashish. Voy Tayvanni tahlil qildikmi? Furalar shundoq. Endi bu orzu hozir Tayvan ham Jungoning orzusi bo'lishi kerak, birlashish da'vatida. Amerikaga ziyorat keldi. Kim? Gomindan partiyasining raisi Chang Li-bin. Matbuotda qo'g'lab yurib, savol qo'ydi, savol so'radi. Birinchi sezgir masala. Nima ekanligi, nimada hozir mavzuda aniq emas. Birinchi sezgir masala. Chang Li-bin taylik bilan javob berdi. Balki Rossiya, Jungo bizning vatanimiz bu degandek gaplar bo'lsa, vaqtim yetmadi anglashga. Kechiring meni vatandosh. Taylik bilan javob berdi. Bir Jungo siyosatini ta'kidlaydilar. Jontian TV 6-oyning 7-kuni YouTube. Ekranda Amerika Jungo Kompartiyasining e'tirofidalar. Yoki Jungo Kompartiyasining e'tirofidagi munosabatlarni qirqib tashildi. Nima deymiz bunaqa? Venezueladan sanaymiz, Panamadan sanaymiz, endi yaqinroq hozir Irondan sanaymiz. Demak, mush atrof butunlay Jungoning munosabat doirasi. Ta'sir doirasi deyilmasa, bu munosabat doirasi. Bir yo'l bir bilbog' siyosiy moslashgan holda ta'sir doirasi. Shu doirani hozir Amerika Qo'shma Shtatlar qirqib tashildi. Demak, Jungoning atrofida munosabat to'g'ri tugadi. G'oyib bo'ldi, ilib tashlandi degan. Hatto pichoq suynakka yetdi. Asli mavzu prezident Donald Trump do'stona o'tkazib oladiganligidan oldin fikr bayon qildi. Masalan, Venezuelani do'stona o'tkazib oldi. Panamani ham do'stona o'tkazib oldi. Bugun ham Kubani do'stona o'tkazib elish tayyorlik qilyapti. Xudo biladi, ertaga Ironni ham do'stona o'tkazib elish mumkin. Shuni bilan eng oxirgi hisobda nusrat va kuch ato qil Alloh Amerikaga Jungoni ham o'tkazib elishi kerak. Amerika Jungoni ham o'tkazib elishi kerak. Bugungi Junxo Xalq Jamhuriyati degan atalmış respublika, atalmış davlat ayni chog'dagi Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajali amaldorlari, balki harbiy amaldorlar Marshall Lel bilan MacArthur o'ttirisida o'ttirg'i chiqqan davlat bu. Junxo Xalq Jamhuriyati degan ikki generalning o'ttirisi chiqqan. MacArthur ne? Şu vaqtdagi prezident Trump'ın vazifasi elbette. MacArthur bu yerda kommunist davlatning qurilishi, kommunistik bir davlatdan paydo bo'lishi qarshi turgan general. Chavshan urushi qo'mondonlik qilgan general. Shu vaqtdagi siyosat qanday o'zgardi? Buni bilmaymiz. O'qiganlarimning ta'siri mushunchaki jumla kallamda qoldi. Qolganlarini unutibman vatandosh.
Shundaq aytganda bugungi Jungo Kompartiyasi shu boshqa narsa emas. Shu. Shunga men hozir dedim, dostona o'tkazib berish. Xuddi shunaqa Panama, shularga o'xshash Jungoni ham dostona o'tkazib bo'lsa, Amerika yarishadi. Hech qanday qo'pollik yoki ikkinchi birisining bu yerga so'zmadligining maoshi yo'q. Jungoni o'tkazibla olsa, Amerika pek yarishadi. Növbətdə Kuba geldi. Növbətdə Kuba geldi. Amerika askar çıkarılmayla energiya deb orqali qamal qildi. Axborot yetishmasi to'g'ri bitdi. 6-cı ayın 7-ci gün Tayvandan eng cho'ng to'g'ri bitdi. Demak, Amerika bir askar chiqarmadi. Omadga avatmadi. Energiyani qamal qilish orqali Jungoning hozirgi vaziyatini paydo qildi, yoki paydo bo'ldi Jungo. Jungo o'zi shunday vaziyatda paydo qilish kerak. Ham tashqaridan energiya qamal qildi, shunday vaziyatda paydo qilish kerak. Axborot yetishmasi Tayvanning. Ekranda Xi Jinping Marksizmdan xalos bo'lishni tasdiqladi mana. Dedim, men boshida degandim. Xi Jinping Marksizmdan xalos bo'lishni tasdiqladi. Junanhay Markaziy komitet inkos fikir elish uchun tubangi hujjat taqatdi. Burastak turib jumamush xabar vatandaş. Lavdan torbiti 6-cı ayın 7-ci günü yutdu. Bu doğru oldu. Reis Xi Jinping, Jungo Kompartiyasının sekreteri. Reis Xi Jinping, sekreteri Xi Jinping, 20-ci əsrinin 30-cı illərdə, yox 19-cı əsrinin 30-cı illərdə Marks'ın kızı Laula Lapag özünün iri bilen bille dargı silip, yani sırt maksilip ölü olgan idi. Marks'ın kızı Laula Lapag iri bilen bille özünü dargı silip ölü olgan idi. Sebebi bir. Yani dadam Marks'ın talimatı dünyada akıdığan yol tapanmadı. Tuyuk yolga kirip kaldı. Biz bu numusunu kuşunu kötürelmedik dedi. Marks'ın kızı Laula Lapag özünü bildirip olgan idi. Bugün Jungo Kompartiyası hazırlısı Marksizm, ameliyatı Marksizm yok. Fakat Marksizm deydiği ismini bildi Jungo Kompartiyası vatandaş işinin bununla. Ben dedim sizge talak ettim. Marksizm kapital degen eserini tonuşturup, peşmanmağında düşendirip, Jungo puralarga, yani adetike seviyesi olan adamlarga bir parça kitap yazıp çıkanmadan almış günü yani neme Marksizm Jungo Kompartiyası? Bir vaqtda ICT deydiğen Jungoluk bir adam şundak tırışçallık gösterken, yazıp bakkan Marksizm makalelerini düşendirip, bulup bu iktisat nazariyesine Marksizm İktisat nazariyesini düşendirip yazıp bakkaldı ki o kapitalga çıkılalıgan emez. Marksizm kapital degen kitabını şerhilep, düşendirip Jungo halkı mandak düşen deginin bağımı yok. Fakat mavzunun ügenigini Marksizm degen isim, onun iki Marksizm eğiz ağal sınıf bir kuraş, elinde başka işlem yok. 10. sınıf malumatı ilgi mavzunda onun iddiası Marksizm nazariyesi doğru seçimi yok. Muşun Jungo Kompartiyası var vatandaş. Bugün ender şu Marksizm'de Xi Jinping bekar kıldı. Lavdan tor bitti. 6-cı ayın 7-ci günü töp. Yani bir haber, Kore'de 10 minliğen adamlar koçağı çıkıp, Jungo Kompartiyasını yoktaylı dep şart oldu. Mavzulu haber 6-cı ayın 7-ci günü Venvi tor bitti ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Növbette nurgulluğun Koreyalikler. Jungo bu qatimki saylamga aralashdi deb qaradı. Şuar tovladi. Yo'qolsin Jungo Kompartiyasini yo'qotayli dedi. Bu ish Tayvan xalqining yuqori darajada diqqat qilishini keltirib chiqadi. Bosh dedi. Tayvan xalqi nima uchun bunday diqqat qildi Koreyaning ishiga? Men bu shundan g'ayran bu to'g'rida hech qanday bilim ega bo'lolmadim vatandosh. Yani bir haber,
növbəti Xi Jinping'e hiç kim işenmeydi. Hərbi tərəfdən qattiq yer təvrigandan keyin ən sezgör birdə-birinin krizisi Cungo'da başladı. Hərbi tərəfdən bir qattiq yer təvrigandan keyin Cungo üçün aytqanda ən sezgör birdə-birinin krizisi Cungo'da yüz verdi. Popovan Maliye haberleri torbiti 6. ayının 7. günü YouTube obzorcu Çin şavlan. Demek bundan bilib aldık bu manadan armiya taraf həddə qopudu. Armiya taraf bir hərəkət qılıdı. Yer təvrəydi. Demek armiya taraf təvrisi bu siyasi özgürlük, hərbi özgürlük degan gap etəmdir. Şundaq bir iş yüz verdi Cungo yepyeni bir devrinin yepyeni kriz devri kirib keldi. Şundaq bo'lishini bugunlik ko'rishni xohlaymiz. Allah o'rinlashtir.